Siz haq bo'lsangiz ham, nega odamlar sizni eshitishmaydilar? Bahsdagi har qanday keskin inkor tasodif emas. U o'zligini himoya qilishning ongsiz instinktidir. Peter Watson va undan keyingi tadqiqotlarga ko'ra, inson miyasi haqiqatni emas, o'zining avvaldan ishongan qarashlarini himoya qiladi. Bu tasdiqlash moyilligi deyiladi va miya bunga 3 usulda erishadi. Birinchisi, tanlashda biz o'z fikrimizga mos keladigan ma'lumotni izlaymiz. Ikkinchisi, talqinda bir xil faktni har kim o'zicha, o'z dunyoqarashiga moslab o'qiydi. Uchinchisi, eslashda miyamiz bizni haq deb tasdiqlaydigan xotiralarni saqlaydi, qolganini esa shunchaki unutadi. Ijtimoiy tarmoq algoritmlari ham aynan shu tamoyil asosida ishlaydi. Qiziqishlaringizni o'rganib, lentani to'xtovsiz aylantirishingiz uchun sizga ma'qul kontentni ko'rsatadi. Ba'zilarga qarshi fikr shaxsiyatga va dunyoqarashga berilgan zarbadek tuyulishi mumkin. Tasdiqlash moyilligi devorini bahs bilan emas, faqat vaqt va o'zaro hurmat bilan yengib o'tish mumkin.